Domla, o'g'il balanshi bo'lmabdi-yu. Hamidim, nima bo'pti? Nima bu, domla? 3. 3 erkaklar bahosi basu. Dadamning ko'zlariga qana qarayman. Ha, buni hal qilaylik, domla. Ha, buni hal qilish uchun yaxshi o'qish kerak edi, Hamidim. Iloji yo'qmi shunda? Yo'q. O! Ikkovingiz tez kelib, parkovka oldiga o'tir kelib, ish bu. Nima bu, boring chiqar. Mana. Qanash keladi bu? Bu strobar kuch va kayfiyat ulashadi. Yo'q-e. Hamidov, kimdan ko'chirding? Ustoz, o'zim yechdim. Nima yollayapsan? Sani kallang bunaqa narsalarga ishlamasdi-yu. Hozir men seni kirdikorlarni fosh qilaman. Sen balada nimadir bor. Nima olib yursam o'sha keladi. Strobarda hozir 5-fevraldan 15-fevralgacha aksiya ketyapti. YouTube'ga zo'r narsalarni qo'yishibdi. Ha? Nima qo'yibdi ekan YouTube'ga? MacBook, iPhone 6 Pro, AirPods, keyin iPhone soati, Samsung planshet, Strobar set. Qanaqa qilib yutsa bo'lar ekan? Shokolatingiz ko'rsating nomli. Ana, endi mana shu rasmni istoriyaga qo'yib, Strobarda akkauntini adminga qilib qo'yamiz. Undan keyin nomli Strobarda Instagram akkauntiga obuna bo'lib qo'yishingiz kerak. Mana shu o'yinning kommentariyasiga 5-6 marta Strobarda yozib qoldirishingiz kerak. Nimaga? Qancha ko'p Strobar deb kommentariya yozsangiz, qancha ko'p istoriya qo'ysangiz, o'shancha yutish imkoniyatingiz ko'payaveradi. Ha qizlar, nima muammo? Ustoz bizga 2 qo'yib berishlar hal qilib. 2mi? Biz hal qilamiz-da bu narsalarni. Mayli. Mana sizlar bo'lishib turinglar. Men hozir domlalaring bilan gaplashib chiqaman.